Xabaringlar bor, 3-filialimiz ochilgan. Bu filialda ham kuniga 100 ta smartfon keladi. Har biri ideal. O'zbekistondagi eng ideal smartfonlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Kunlik chegirmada sizlarga taklif etishda davom etamiz. Aynan bugun bu filialimizga Philips modellarimizdan keldi. Moviy osmon rangda, cho'ntagi uchun mo'ljallangan, inson uchun mo'ljallangan smartfonlar. Tasavvur qiling, narxi $1280 kelgan. Salafalar olinmagan smartfonlar $230 eSIM-gacha o'tgan. Snapdragon 8 Gen 1 chipiga ega bo'lgan. Bu degani tezlikda tengsiz chipga ega bo'lgan professional tanlovlarni xohlagan rangingizda kolleksiyada taklif etaman. Bu smartfonni bir emas, 2 martalab ko'rdim. 26 ultramikan deb o'ylab. 26 plus 26 ultradan farq qilmaydi. Rangi moviy osmon rangda. Siz qora ishlatasizmi, oqmi, farqi yo'q. Aynan bu rang sizga mos keladi. Ko'zingiz o'rgangan rang. Aynan narxi $799 ga 980 ga yaqin turadi. 512 talik variantda. Galaxy S23 Plus'ni A+ segmentda absolutno yangi varianti. $330 ga. Puliga arziydigan smartfonlarni bugun ko'rsatar ekanman. Galaxy S22 ni nafaqat bizda balki juda katta assortimenti bor. Har bir kafolatli S22 larni olganingizda biz bu smartfonlarni siz uchun tekshiramiz, siz uchun kelishamiz va siz uchun mutlaqo O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. $250 qilib beraman. iPhone 13 modellarimiz 128-85% $315 ga. iPhone 5 ni aynan bu rangiga ta'rif bera olaman. Dunyo tarixidagi smartfonlar ichidagi eng go'zal rang mana shu bo'ladi. 256-91. Oddiy 128 ta desam 500 dan qimmat, to'g'rimi? Bu esa $499 ga. Haqiqiy arzon narxni kutib oling. Men sizga A35 modelini tasavvur qila olmaysiz. $169 ga. A34 ham bu narxga olishingiz qiyin. Galaxy S23 dan juda katta assortimentga kirib keldi. $120 dan eSIM-largacha o'tgan eng tiniq holatda. Aynan Galaxy S22 ni shunaqangi noyob ranglari kirib keldiki, har biri bilan sizni kafolat bilan taqdim eta olamiz. A+ segmentda noyob ranglarda zamonaviy uslubni taklif etamiz. Ishoning, shu smartfon 21 Ultra A+ bironta nuqtasi yo'q, 305 dan qimmat kirib kelyapti bizga. Lekin $304 ga berishga tayyormiz. Foydalanib qoladigan payti keldi. Aynan men sizga Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni $235 ga taklif etaman. Bu premium kuchga ega bo'lgan o'ta kuchli model. Aynan bugun iPhone 2 larimiz kirib keldi. Juda katta kolleksiyada keldi. Aynan iPhone 2 lardan bir 20 tacha kelgan edi. Har birini ko'rsatib beratsam pastga qo'yishibdi. 100 batareyaligisigacha bor. $245 dan qilib berishga tayyormiz. E'tibor bering. Air dunyodagi eng toradek ingichka bo'lgan iPhone, o'ta yoqimli. Men o'zim ishlatgan inson sifatida aytaman. Shuncha payt iPhone ishlatdim, lekin bunaqangi rohatni hech qaysi iPhone'da topmadim. Chin yurakdan tavsiya etaman. Kerak bo'lsa 17 Pro Max dan ko'ra yaxshiroq yetyapti batareyasi. Narxi esa $969 ga, $869 ga. Bunaqa narxga telefon purishlar bundan qimmatga olishga tayyor. 256 GB $750 ga iPhone 5 Pro Max ning ikkita sim kartali natural A+ segmentda $270 ga 128-97 shunaqangi pink rangda iPhone 3 mini. Siz qayerdan topa olasiz? Aytingchi. Aynan men sizga idealni 64 GB 92% $215 ga tasavvur eta olasizmi? iPhone 11 dan arzon narxga 11 Pro $219 ga yangida A+ 64-97 iPhone 11 da. 100 batareya 128 xotira iPhone XS chegirma narxda inshaalloh eng qulay imkoniyat bilan $170 ga 64-100 batareyalisini taklif etaman. Galaxy S25 12-256 li yangi sostoyanida narxi esa chegirma narxda $515 ga. S22 Plus ni inshaalloh $250 ga tasavvur qila olasizmi? S22 narxida 22 Plus islomiy rangda S22 ni yangi varianti, bunaqasini topish juda qiyin masala. iPhone 2 128-89 lekin 245 sotilayotgan 64 talikdan arzon $239 evaziga. Bugun va nihoyat ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan eng yoqimli rang bo'lmish Note S24 Ultra ni natural ranglari kirib keldi. A+ segmentda $620 dan qilib beraman. Inshaalloh $620 dan bugun bizda bunaqa natural bor ekan, bor. Ertaga bunaqasini zakaz bersiz topib bo'lmaydigan darajada noyob. Aynan 24 Ultra ni qora rangli varianti deysizmi, goldmi xohlagan variantingizda kirib kelgan. S22 Ultralarimiz esa $380 tashkil etmoqda. Haqiqiy yangi A+ segmentda Note 20 Ultralar esa chegirma narxda
$280 qilib beramiz. A+ segmentda xuddi yangidek variantda S24 Fan Edition aynan sizga $375 evaziga. S25 Edge aynan sizga chegirma narxda $535 ga. Tasavvur qilish qiyin, $600lik S25 Edge iPhone 17 Air kabi ingichka. Bu smartfondan bitta ishlatib ko'ring, ishoning, rohatni his etasiz. Aynan sizga S23 ni $320 ga A+ segmentda taklif etaman. Endi esa iPhone'larga navbat. 256 talik yangidek smartfonni $768 ga O'zbekistonda ishlamagan, YSMgacha o'tgan. iPhone 11 Pro ni Gold rangi 6492 $240 ga yangidek varianti. 25 Ultra esa $770 ga taklif etaman. $800 sotilayotgan telefon. 24 Plus chegirma narxda inshaalloh $420 ga. Aynan S24 narxida. S21 lar $200 dan A+ segmentda. iPhone 13 Pro Max'larda katta kolичествоda 128 88 500 dan kami yo'q, to'g'rimi? Lekin bizda $480 ga. iPhone 13 mini $265 ga 128 85 foizli yangidek varianti. iPhone 13 128 85 foizli narxi esa chegirma narxda $315 evaziga. Aynan sizga iPhone 6 Pro ni 128 90 foizli varianti juda ham qulay narxda inshaalloh bor yo'g'i $775 ga. O'zim $800 dan qimmatiga olishga tayyorman. Bugun esa men berayotgan narxlar o'ta kuchli takliflar deb ayta olaman. Aynan sizga 256 89% batareya bilan ushbu smartfonni $769 ga. iPhone 15 Pro ni yesimlar o'tgan 128 94 foizli 700 dan qimmatiga arziydi. $670 ga O'zbekistonda ishlamagan, chet davlatdan olib keltirgan ideal smartfonlarimizni beramiz. 128 96 foizli narxi esa $670 dan. Haqiqiy zo'r chegirmani kutib oling. Bizda zamonaviy ranglarga boy iPhone 15larimiz kirib keldi. Har bir rang o'ziga xos xususiyatga ega. $495 dan A+ segmentda. iPhone 14 Pro ni 128 95 foizli родной состоянияda, 14 Pro ni 128 95 foizli YSMgacha o'tgan A+ segmentdagi varianti. Har birini 96 foizli, narxlari esa $550 tashkil etadi. YSMgacha o'tgan o'ta yangi varianti. iPhone 13 ni odatda violet rangini qidirib topa olmasligingiz aniq, chunki bunaqasi kamyob keladi. Narxi esa 128 90 $330 dan. Haqiqiy yangi kabi ideal smartfonlar. iPhone 13 Pro ni qaysi rangidan olay ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, o'ylanmang. Qora ham, blue ham o'ta noyob taklif bo'la oladi. 94 96 foizli iPhone 13 Pro ni hattoki ishonish qiyin 100 batareykali $440 ga $432 dan qilib berishga tayyorman. Aynan sizga 14 Pro Max ni 128 96 foizli o'ta yangi variantini 610 ga qilib beraman. Agar sizda shunaqa radno ideal bo'lsa, 610 ga olishga ham tayyorman. Bunaqa magazin, bunaqa imkoniyat qayerda bor ayting. Inshaalloh 13 Pro Max ni 128 93 foizlisini $305 ga qilib beraman. iPhone 6 Pro Max ni 256 92 foizlisini $910 ga qilib beraman. Maqsad mijoz roziligi. Maqsad mijoz uchun eng noyob takliflarni taqdim etishlik. Islomiy rangda iPhone 13 va ayollar uchun Red Product rangda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim joiz, aynan bu Red Product deb bekor yozmaydi. Bu modeldan kelayotgan foydani Apple kompaniyasi har xil qiynalgan insonlar uchun ehson qiladi. Bu noyoblik 128 88 $333 dan YSMgacha o'tgan O'zbekistonda hali ishlamagan model. Tasavvur qilish qiyin. Galaxy S26 yaqindagina chiqdi. Bizda esa ideal variantlari Koreyadan kirib kelmoqda. 12 lik aytishlari bo'yicha Koreyadagi xodimimiz ishlamagan yangi deb aytdilar. Yangi ishlamagan telefon, lekin biz rabochiy narxda qilib berishni niyat qildik. $900 smartfonni $770 ga qilib berishga tayyorman. Rabochiysi narxidan ham arzon narxda qilib berishga tayyorman. Va bu bizni bilasiz 3-filialimiz. 3-filialimizda original aksessuarlar, original smartfonlar, original xullas hamma narsa bor. Bir tashrif buyuringlar, xursand bo'lamiz. O'zim ham shu yerda bo'laman. Inshaalloh kun davomida zo'r chegirmalar, zo'r imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Biz bilan qoling, bizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta bu magazinimiz haqida do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Albatta sizlarni